Saratov misrlik talabalar livanlik aka-ukalarga pichoq bilan tahdid qildi. Sheremetyevo aeroportida o'zbekistonlik talabalar Rossiya Federatsiyasiga kiritilmadi. Saxra va migratsiya markazi va ichki ishlar vazirliklari sifatsiz xizmatlar uchun jarimaga tortiladi. Vatanga qaytayotgan O'zbekiston fuqarolari Qozog'iston yo'llarida qolib ketdi. Rossiya Federatsiyasi chegarasida telefon tekshiruvi haqida jiddiy ogohlantirishlar tarqaldi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Saratov shahrida jiddiy jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lumotlarga ko'ra, misrlik talabalar guruhi 2 nafar livanlik aka-ukaga pichoq bilan tahdid qilgan. Hodisa turli oliygohlarda o'qiyotgan xorijiy talabalar o'rtasida maishiy mojaro sabab yuzaga kelgan. Ushbu voqea oliygoh yotoqxonasida ro'y bergan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabarlariga ko'ra, 3 ta jinoyat ishi ochilgan. Ishlar Jinoyat kodeksining 119-moddasi, ya'ni o'ldirish yoki og'ir tan jarohat yetkazish bilan tahdid qilish bo'yicha yuritilmoqda. Hibsga olish jarayoni ekstremizmga qarshi kurash markazi, Federal xavfsizlik xizmati va Rosgvardiya ko'magida amalga oshirilgan. Rossiya Federatsiyasida hatto oddiy kelishmovchilik ham agar unda pichoq yoki ochiq tahdid bo'lsa, bu darhol jinoyat hisoblanadi. Xorijiy fuqarolar uchun esa bu sud, qamoq va jiddiy migratsion muammolar degani. Sheremetyevo aeroportida o'zbekistonlik talabalar kiritilmadi. Instagramdagi Migrant.uz va Hayotbek Ahmedov sahifalarida Sheremetyevo aeroportlarida o'zbekistonlik talabalar Rossiyaga kiritilmagani aks etgan videolar tarqaldi. Bu holatlarda hech qaysi aeroportdan kela olmaydi, hech qaysi granitsadan mashinada bo'lsa ham kela olmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, 3 nafar talaba 3-yanvar kuni Rossiyadan chiqib ketgan, 6-yanvar kuni Moskvaga qaytgan. Hujjatlari bo'lishiga qaramay, mamlakat hududiga kiritilmagan. Talabalardan birining aytishicha, chegara xodimlariga talabalarning tashqi ko'rinishi yoqmagan. Natijada talabalar 2 kun aeroportda qolib, 8-yanvar kuni vatanga qaytishga majbur bo'lgan. 6-yanvar kuni kelgan insonlar bugun mana 2 kun aeroportda yotib, keyin qaytib ketdi. Ana, ashincha bo'la. Bu kamayib qolgani. Dayamga bunaqa kartosa olganmi? Yakuniy qarorni chegara xodimlari qabul qilinadi. Bu haqiqat. Ammo rad javobi aniq va huquqiy asoslar bilan izohlanishi kerak. Tashqi ko'rinishni asos qilish juda bahsli sabab. Ushbu holat bo'yicha siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Sifatsiz xizmat uchun davlat xodimlariga jarima. Rossiya Federatsiyasida muhim huquqiy o'zgarish bo'ldi. Endi Saxra va migratsiya markazi va Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining migratsiya bo'limlari xodimlari davlat xizmatini kechiktirsa yoki sifatsiz ko'rsatsa 3000 dan 30 000 rublgacha jarima. Ayrim holatlarda 6 oygacha lavozimdan chetlashtirilishi mumkin. O'z huquqlaringizni talab qilishdan qo'rqmang. Endi ushbu qarorga asoslanib siz o'z shikoyatlaringizni qoldirishingiz mumkin. Tyumen-Chimkent yo'nalishidagi avtobus Shimoliy Qozog'istonda sovuq va texnik nosozlik sabab to'xtab qolgan. Avtobusda 18 nafar yo'lovchi bo'lgan. Barchasi O'zbekiston fuqarolari. Ular evakuatsiya qilinib, isitish markazlariga joylashtirilgan. Jabrlanganlar yo'q. Hurmatli vatandoshlar, uzoq yo'lga chiqishda o'z ehtiyot choralaringizni ko'rib chiqing. Rossiya Federatsiyasi chegaralarida telefon tekshiruvi bo'yicha yurist Bahrom Ismoilov ijtimoiy tarmoqlarda ogohlantirish bilan chiqdi. Если кто-то из вас летит в ближайшее время в Россию, в крупные города, то будьте готовы к тому, что на границе с высокой вероятностью могут проверить ваш lичный sotовый telefon. Rossiya kirishda chegara xodimi telefoningizni tekshirishi mumkin. Tekshiruv doirasida ijtimoiy tarmoqlar, yozishmalar, foto va videolar ko'rilishi mumkin. Telefonni ko'rsatishdan bosh tortish ko'pincha Rossiyaga kiritmaslik bilan yakunlanadi. При этом отказ от предоставления своего телефона, но это практически сразу же отказ во въезде в Россию. Hurmatli vatandoshlar, safardan oldin telefoningizni tartibga keltiring. Keraksiz bo'lgan ma'lumot va videolarni o'chirishingizni tavsiya qilamiz. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.